Assalomu alaykum. Havo bulut, chaqmoq chaqishni boshladi. Panellarni o'chirish kerak hozir. Sazimini bo'lgan bo'lsa ham qara ehtimoli qarshi 1-2 soatga o'chirib tursanglar. Quyosh paneli borligi texnikani ehtiyot qilgan bo'lasizlar. Akkumulyatorimiz почти to'la. Hozir mana ozgina o'tdi zaryad. Lekin to'la bo'lgan hisobida. O'chirib qo'yaman. Sotuv hozircha o'chuvmanda, sotmayapman. Akkumulyator o'zidan uyda o'tiramiz. Akkumulyator yetib beradi. 1-2 soatdan keyin yoqib qo'ysam, hamyot tinchigandan keyin yana ishlataveriladi. Buni hozircha ishlatmayapman. Shartnomani yaxshilab qo'yaylik, keyin ishlatamiz buni. Kecha kechqurun buni bitirdim. Hali videosini montaj qilmadim. Bugun xudo xolisa ulgursam, bugun videosini qo'yaman. Urab 10 kilovatdan hozir ishlayapti. Parallel qilib qo'ydim. Endi vaqtincha bunisi. To'liq obzorni ko'rasizlar videoda. Chaqmoq yaqin joydan chaqib o'tgani uchun yomg'ir ham boshladi mana hozir. Panellarni o'chirib turgan tinchroq. Uzoqdan chaqsa men o'chirmasdim. Cho'ta qarasam joy yaqindan chaqib o'tdi. Momaqallar ham yaqin joydan ishlayapti. O'chirib qo'yaylik, to'g'risi hali panellarni zazimlini qilmaganman. Bularning hammasini zazimlinasi bor, panelga qilmaganman. Vaqt bo'lmadi. O'chirib qo'yaveringlar, tinchlik kerak. Texnikani ehtiyot qilib zashtasi bo'ladi.